Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Rise va mana yangi videolarimga xush kelibsizlar. Bo'ldi, obunachilar. Bugungi videomizda biz juda ham ajoyib bo'lgan o'yin o'ynaymiz. Xullas, videoni boshlashdan oldin albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolaman. Hop, bugun bizga mana bu yerdan bizga mana bunaqa $0 bu yerdan bizga ko'priklarni qurib, brendrotlarni bazamizga olib kelishimiz kerak. Davay. Endi bu yerdan biza o'tamiz va endi bu yerdan biza eng qimmat brendrotni olishimiz kerak. Hop, bu yerda eng qimmat brendrot mana bu $43 brendrotni olamiz va endi buni bazamizga olib borib qo'yamiz. Bizani mana bu tungsaxorlar nimaga qo'llamayapti? Ha, mayli, qo'llamagani ham yaxshi. Hop, bu yerda bizada $43 brendrot bor endi. Hop, biza bu yerdan upgrade'da speedni kuchaytirsak bo'lar ekan. Yaxshi, davay. Speedni kuchaytiramiz va bizda 35 ta speed bo'libdi уже bolalar. Tak. Yana pullarni yig'amiz va endi keyingi ko'prikni qurishimiz kerak. Davay, keyingi ko'prikka pulimiz yetadimi? Okey bolalar. Keyingi ko'prikni ham qurib oldik. Davay. Tak, endi bu yerda eng qimmat brendrot mana bu $200 Ballerina Cappuccino. Davay, buni ham bazamizga olib borib qo'yamiz. Voy, reklama chiqib zaybal qilar ekan. Mayli, nima ham dermiz. Hoppana, endi bu yerga qo'yamiz. Yaxshi, biza ko'proq pul topib ko'priklarni qurishimiz kerak. Sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Tak, sizlar ham mana shunaqa videolarimda qatnashmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga o'zingizlarning nicklarni yozib qoldiringlar. Okey. Tak, endi bu yerda qimmatbaho yo'q. Biza keyingi ko'prik nimaga o'zi qurilib turibdi? Mayli, bu bizga plus. Tak, davay. Keyingi ko'prikni ham quramiz degandim, lekin nimagadir pulim yetmay qoldi. Mayli, tak, endi bu yerdan bizga qimmat brendrotni olib ketishimiz kerak. Davay, mana buni olib ketamiz. Davay. Qo'shdik. Let's go. Okey bolalar. Let's go. Yema. Biza speedni yanada kuchaytirishimiz kerak. Sizlar ungacha like bosinglar, kanalchaga obuna bo'lib qo'yinglar. Biza tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak, axir obunachilar. Davay, 1000 ta qilib tashimiz kanalimizni va undan keyin yangicha videolarni kuzatishda davom etamiz. Tak, davay, yana bitta ko'prikni boyagi ko'prikni oxiriga bitkazib qo'yamiz va undan keyin shu yerdan bitta brendrot olib kelamiz. Tak. Go, mana shu edi menimcha. Davay. Yana bitta. Okey. Bo'ldi. Go, yuguramiz endi obunachilar. Davay, bu yerdan uyma yo 5K 6K yo do'stlar. Bu yerda juda ham qimmatbaho brendrotlar bor ekan. Bu yerda 7K bor ekan. Bundan qimmat yo'qmi? Bundan qimmati yo'q ekan. Bo'ldi obunachilar, mana shu 7K ni tungsaxorlar quvalar ekan-ku bizni. Mana shu 7,5K lik brendrotni bazamizga olib borib qo'yamiz. Sizlar ungacha like bosib obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Davay, уже biz yaqinlashib qoldik bazamizga. Go, davay. Okey, yana bitta ko'prikdan o'tsak va bizga bazamizga yetib keldik. Okey. Yaxshi, bu bizga 7,5K beradi sekundiga. Yo do'stlar. Bizda уже biza kerini ham kuchaytirishimiz kerak. Keri 100K ekan. Yaxshi, biza bunga pulimiz yetadi va kerini kuchaytirdik. Okey. Tak, yana pullarni yig'ib olaylik va endi speedni kuchaytiramiz. Speed. Okey bolalar. Bizning speedimiz 65 ta bo'lib ketibdi-ku. Davay. Yana pullarni yig'ib olamiz. Tak, brendrotni kuchaytirish qimmat ekan. Nima brendrotni kuchaytirish qanchalik kuchaytirib? Buni qaranglar. Davay, buni kuchaytirish kerak. Уже bizda 61K beradi sekundiga bolalar. 61K. Davay, sel zona yo'qmi ekan bu yerda? Sel sotib yuboradigan brendrotlarni sotish kerak. Tak, bu yerda shopda yo'qmi? Robux ekan. Event boshlandimi? Nima bo'ldi? Davay bolalar, like bosib obuna bo'lib qo'yamiz va videoni oxirigacha ko'ringlar. Уже bizda 1,5 million bo'lib ketibdi-ku. Davay. Mana shu bazani emas. Mana shuni kartani oxiriga borib ko'ramiz obunachilar. Oxiridan eng qimmat brendrotlarni olib kelamiz. Davay. Go, let's go. Okey bolalar. Bu ko'prikni ham qurib oldik. Davay, endi yuguramiz va keyingi
bazaga o'tamiz. Okey, tak bu yerda qimmatlari bu yerda nimaga meniki? Yo'q, bu yerdan o'tsak bo'lar ekan-ku. Bir sonadan o'tsak bo'lar ekan. Uy, kamalakli ko'prik bor ekan. Okey, bu yerdan o'tamiz obunachilar. Uji biz oxiriga kelib qoldik-ku. Ha, mayli obunachilar, bundan nima bo'ldi hozir? Men tushib ketibman-ku, do'stlar. Men tushib ketibman. Yo, bizda 23 million. Davay bunga speedni kuchaytiramiz yana. Davay 105 ta bo'lib ketdi speedimiz. Davay pullarni yig'ib, endi pullarni yig'dik, yaxshi. Davay yana bitta borib kelaylik boyagi joyda. Men qanaqa tushib ketganimga hali ham tushunmayapman, do'stlar. Yoki ko'prik oxirigacha bitmaganmidi? Mayli, davay yana bitta borib ko'ramiz. Uji mana keldik-ku. Bu yerdan qurib bo'lmaydi-da, bilin. Davay. Boyagi joydan sakrab o'tish kerak menimcha. Qani. Okey, valla. Tak, keyingi baza. Nari yoqda ekan. Unga qanaqa qilib boramiz? Bu yerdan biza ko'prik yasa olmasak qanaqa qilib boramiz? Tak, bu yerda eng qimmat bir notni olib ketamiz hozir obunachilar. Tak, eng qimmati qaysi biri? Aytgancha biza ikkita brendot ola olamiz. Davay, mana buni olamiz. Va qani, mana. Okey, bo'la, ikkita brendot. Okey, go. Voy, sal qoldi tushib ketishimga. Davay 58 ga va 52 ga olib kelyapmiz obunachilar. Davay, endi bizda bazamizga borishimizga. Tung-saqur. Sal qoldi. Qoch, reklama beryapti. Yaramas. Shu paytda ham reklama beradimi? Qoch. Sekin. Boshqaruvni yo'qotib qoldik. Davay, endi bazamizga keldik mana bazamizga va bu yerdan biz endi buni qo'yamiz va tak mana buni bu yoqqa qo'yamiz. Okey. Tak, endi bularni biz kuchaytiramiz va bazamizni to'ldiramiz yana. Xo'p, ikkinchi etajni ochish uchun bizga bitta reverse va 1 million pul kerak ekan. Davay, bitta reverse qilib yuboramiz. Pulimiz ketmasa kerak ekan. Nimaga reverse bo'lmayapti? Yo'q. Bizga mana bu tung-saqur kerak ekan-ku. Bizda hozir tung-saqur yo'q. Davay, mana bu yerdan bitta tung-saqur olib olaylik. Davay. Endi reverse qilsa bo'lardi. Buni qo'yish kerak ekan obunachilar. Davay, endi mana. Bizning pulimiz ham yo'qolib qoldi-ku, speedimiz ham. Mana ikkinchi qavat ochildi obunachilar. Davay, endi biz bazamizni to'ldirishimiz kerak. Davay. Buni sotib olsak bo'lar ekan-ku mana bu yerdan. Mana X ni bosib sotib olar ekanmiz. Yaxshi. Bular uji bizga kerak emas-ku. Sotib olamiz. Okey. Kerak emas brendotlarni sotib oldik. Ana endi bularni kuchaytiramiz. Davay. Bizga qancha beradi? Yanada kuchaytirsak bo'lar. 800 ga. Bratanchik. 800 ga. Obunachilar 800 ga. Davay 1 million qilib qo'yamiz. Hamma brendotimizni 1 million reklama chiqib zaybal qilar ekan. Davay. 10 million pul. Vashi, obunachilar, davay. Uji bizda 25 million. Davay, endi buni 1 million qilib qo'yaylik. Voy, mana 1 million bo'ldi. Sekundiga 1 million obunachilar. Nima deyapti? Davay, mana buni ham. Davay, bazamizni 1 millionlik brendotlardan to'ldiramiz. Sizlar ungacha like va obunani bosib qo'yinglar obunachilar. Bundan da qiziqarli videolarni chiqarishda yordam beradi. Okey. Tak, mana bu brendot qoldi endi. 1 million bo'lmagan. Mana shuni ham 1 million qilib yuboramiz. Pul yetmas ekan-ku. Nimaga bu? Obunachilar, bu arzon brendot edi boshida. Shunga bu endi qimmatga ko'tariladi. Davay. Biz yana speedimizni kuchaytirishimiz kerak ekan. Davay. 120 bo'lib ketdi-yu bizning speedimiz. Yaxshi. Bizda 3 ta brendot qolibdi. Biz bazamizni to'ldirguncha vashi tak nechta brendot olib kelish kerak? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta brendot. Davay.
Kerrini kuchaytiramiz obunachilar. 250 ta. Tak, biz hozir 3 ta brendot olib kela olamiz. Yaxshi, 3 ta brendot olib kela olamiz ekan. Voy, ko'priklarimiz ham yo'q bo'lib ketardimi? Ma do'stlar, reverse qilsak ko'priklarimiz ham yo'q bo'lib ketar ekan. Davay. Okey, bo'ldi. Davay. Hammasini qurib tashlaymiz. Davay, buni ham qurib yuboramiz. Davay, keyingini ham. Okey. Keyingi. Yaxshi, buni ham. Oxirgacha. Voy, yetmay qoldi bu. Blin. Pul yetmay qoldi. Davay. Bazamizda shuncha pul yig'ilib turgan ekan-ku. Bo'ldi. 200. Do'stlar, yana bitta karrini kuchaytirib oldik. 250 ta damidi. Mana endi biz 4 ta brendot olib kela olamiz endi. Yaxshi, endi biz 4 ta brendot olib kela olamiz. Davay. Tak, buni yana. Okey, tak. Yerdan bunaqa qilamiz va yana. Okey, bo'ldi. Buni qurdik, yaxshi. Biz endi ana shu kamalak zonadan o'tib biz 4 ta brendot olib kelamiz va bularni 1 million qilib qo'yamiz har bittasini. Davay. Mana o'zimizning ko'prikchamiz, kamalakli ko'prikchamiz. Let's go, bo'ldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Yo. Qani. Blin, keldim mana. 70 k. Butun saxolar bizani qo'layapti. 56 k. Voy, urib yoradi. Men o'lib qoldim. Do'stlar, o'lib qoldim. Endigina olgandim. Blin. Davay, endi yana bitta borishimizga to'g'ri kelar ekan. Davay. Sizlar like va obuna bosib qo'yinglar, obunachilar. Biz endi alamimizdan olamiz. Davay. Go, davay, keldik mana. Yaxshi, davay, tezlash kerak. Qani boyagi brendotchalar. Lucky block bor ekan mana bu yerda. Lucky block. Yana urib yormasin. Yana urib yorma faqat. Bu yoqqa chiqib turam. 62 k. Tak, 3 ta brendot oldim, yana bitta brendot. Davay, men lucky blockni olaylik. Lucky. Oldim mana. Davay, endi valla bazamizga qarab suraveramiz. Go bazamizga. Uchamiz endi. Qoch, tung saxorcha. Go bolla. Let's go. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda 4 ta brendot bor. 3 ta brendot bor, bitta lucky block bor. Davay, endi bu lucky blockni ochib turchi. Davay, lucky blockni ochamiz. Qani. Qimmatrog'idan tush. Qimmatrog'idan 58 k. Mayli, chidasa bo'ladi. Tak, endi bu brendotlarni qo'yamiz. Yaxshi, buni ham qo'yamiz va endi buni hammasini 1 million ta chiqishimiz kerak va undan keyin oxirgi bazaga borib ko'rish kerak obunachilar. Davay, bizda 2 milliard pulimiz bo'lib ketdi-yu. Davay, mana buni 1 million qilish kerak. Buni 1 million qilish sal qiyin bo'lyapti obunachilar. Shuning uchun buni 500 k qilib qo'yamiz. Undan nariyog'iga o'ta olmasak kerak. Davay, 500 k. Bo'ldi, menimcha mana shu yerda qoldi bu. 357 k da. Bo'ldi, uni kuchaytirib bo'lmas ekan. Tak, davay, keyingi mana bularni kuchaytiramiz. Bularni tezda kuchaytirib bilamiz. Va mana do'stlar, уже 1 million bo'lib ketdi. Davay, mana buni ham 1 million qilamiz va undan keyin boshqalarni ham 1 million qilamiz. Buni ham 1 million qilamiz va undan keyin yana brendotlarni olib kelamiz. Yaxshi, уже 1 million bo'lib ketdi hammasi. Davay, buni ham 1 million. Yaxshi. 1 million. Davay, hammasini pulini yig'ib olamiz.
Hammasini pulini yig'amiz. Okey, tak. Vallahi mana buni ham nima qilish kerak, ko'prikni yasash kerak edi, lekin bu juda ham qimmat ekan obunachilar. Davay biz yana bir yo'l olib kelaylik, undan keyin o'sha qora ko'prikni ham yasab oxirigacha yasaymiz obunachilar. Davay sizlar ungacha like bosib obuna bo'lishinglar kerak obunachilar. Davay obunachilar like bosib obuna qo'yinglar. Davay let's go, biz yugurishimizni qaranglar. Bizda 120 ta speed bor. Tak, endi eng qimmat brenrotlarni biza ko'rib olishimiz kerak va undan keyin tez yig'ib olishimiz kerak. Tak, mana bu yerda 52 ka boshqa qimmat brenrotlar yo'q-ku. Birikin 24 ka 34 ka bor ekan bu yerda. Buni olamiz. Okey. Yo'q bo'lib ketdi. Buni olamiz. Qoch. Qoch. Uraveradi o'zi. 20 ka 24 ka. Yoy. Voy, to'lib qoldi qo'lim. Qo'lim to'lib qoldi-ku. Davay mana shuni olib borib qo'yamiz. Buni 1 million qilish qiyinroq bo'ladi endi. Bizga boyagi 50-60 kalik brenrotlar kerak edi. Bular yo'q bo'lib ketdi, biling. Davay endi bularni yana bazamizga olib borishimiz kerak. Okey, gumon, yaxshi. Biz olib keldik. Davay bularni endi bazamizga o'rnatamiz. Let's go. Bizning bazamizda to'lib qoldi-ku. Bizda ikkinchi etaj bor-ku. Davay. Tak. Buni bosamiz. Yaxshi, davay. Endi buni kuchaytirishimiz kerak. Bu nimaga kuchaymayapti? Bosilmayapti-ku. Mana. Go. Bo'la buni ham 1 millionga olib borib qo'ya olamizmi? 500 ka da qolib ketdi. Mayli, bularni 1 million qilish qiyin-da. Shuning uchun bularni 500 ka qilib qo'yamiz. Boyagi mana bunaqa, mana bu 50-60 kalik brenrotlar bo'lganda bemalol 1 million qilib qo'yardik. Buni esa 1 million qila olmaymiz. Davay. Tak, qani. Mana bu yerdan boshlaymiz endi. Mana shuni ham qancha? 500 kami? Bo'ldi 500 ka. Hammasini bitta 500 ka qilib qilaylik. Undan keyin pulimiz yetsa yanada kuchaytiramiz. 700 ka bo'lib ketdi. Mayli, hech qisi yo'q. Ko'p bo'lsa ko'p bo'lsin, lekin kam bo'lmasin deydi-ku. Davay mana buni. Okey, mana buni ham. Bu 1 million bo'lib qolgan-ku. Davay. Buni kuchaytiramiz va bu 1 million bo'ldi. Yaxshi. Buni 1 million qildik va buni ham 1 million qildik va endi buni ham 1 million qilsak. Qani. Mana obunachilar 1 million bo'ldi bu ham. Davay endi hamma pulni yig'ib chiqamiz va undan keyin tepada ham bitta brenrotimiz bor edi. Uni ham 1 million qilamiz va undan keyin chotki bo'ladi. Okey, davay buni ham 1 million qo'yamiz. 700 ka da qolib ketdi-ku bu. 700 ka da qolib ketdi bu. Okey, yana kuchaytirib qo'yamiz obunachilar. Davay. Yana kuchaytiramiz. Kuchaytirmaymiz, pullarni yig'ib olaylik. Oldin u juda ham tez yuryapti-ku. Okey. Mana bu bosamiz yana. Voy, biling 800 ka da qolib ketdi. Mayli, hech qisi yo'q. Tak, bolalar, videoni shu joyda o'z yakuniga yetkazamiz. Agarda shu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar va ikkinchi qismi chiqsin deb yozib qoldiringlar kommentariyaga va o'zingizlarning nicklarni ham yozib qoldiringlar. Men sizlarga o'zim durja tashab qo'yaman. Xullas, hammaga xayr unda. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Rise bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha